Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun hayotimizni ijtimoiy mediasiz tasavvur qilish qiyin. Facebook, Instagram, Telegram, TikTok bular muloqot, axborot va imkoniyatlar maydoni. Ammo shu bilan birga bu platformalar tahdidlar va xavf-xatarlar manbaiga ham aylanishi mumkin. Bugungi videoda ijtimoiy mediada uchraydigan eng asosiy xurujlar va ulardan himoyalanish yo'llari haqida gaplashamiz. Agar bu mavzu siz uchun muhim bo'lsa, hoziroq kanalga obuna bo'ling. Oldinda juda foydali ma'lumotlar bor. Ijtimoiy tarmoqlardagi eng katta xavflardan biri soxta axborot, ya'ni fake yangiliklar. Ular odamlarning hissiyotiga ta'sir qilish, qo'rquv yoki nafrat uyg'otish orqali tez tarqaladi. Manipulyativ sarlavhalar, kontekstdan uzib olingan videolar, yolg'on statistikalar bular jamiyat fikrini noto'g'ri yo'naltirishga xizmat qiladi. Media savodxonlik bo'lmasa, inson bunday axborot qurboniga aylanadi. Ijtimoiy mediada yana bir jiddiy xavf – kiberxurujlar. Phishing havolalar, soxta akkauntlar, parol o'g'irlash, shaxsiy ma'lumotlarni noqonuniy yig'ish – bularning barchasi real tahdiddir. Birgina ehtiyotsizlik shaxsiy suratlar, yozishmalar yoki moliyaviy ma'lumotlarni oshkor bo'lishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli kuchli parollar, ikki bosqichli himoya va shubhali havolalardan ehtiyot bo'lish muhim. Ijtimoiy tarmoqlar nafaqat texnik, balki psixologik xavf ham tug'diradi. Kiberbullying, haqoratli izohlar, doimiy solishtirish, soxta ideal hayot tasvirlari inson ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa yoshlar orasida o'ziga ishonchsizlik, tushkunlik va stress kuchayishi mumkin. Shu bois, ijtimoiy mediadan foydalanishda vaqt me'yorini bilish va ruhiy salomatlikni asrash muhim. Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy media kuchli vosita. U bizni rivojlantirishi ham, zarar yetkazishi ham mumkin. Barchasi undan qanday foydalanishimizga bog'liq. Axborotni tekshirish, shaxsiy ma'lumotlarni himoyalash, salbiy kontentdan uzoq bo'lish va media savodxonlikni oshirish eng samarali himoya yo'llaridir. Agar siz ijtimoiy tarmoqlarda xavfsiz va ongli bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling, videoni yoqtiring va bu ma'lumotlarni yaqinlaringiz bilan ulashing.